Başlangıç bahası 4.200.000 so'm deb turibmiz. Kelsangiz ustida kelishib beramiz. Voy, bana bu baho bu desangizlar, naturalniy ko'rjadan, naturalniy zamochdan, plus naturalniy norkadan taxlangan shunday ajoyibgina kurtkamiz ekan. Premium sifatlisi kerakmadi, ina sizlar uchun bo'ladi. Turkiya mahsuloti norkasini turishini qaranglar, вообще shikarniy ishlangan. Xohlasangiz ottashingiz, ballar yana klassik yoqa bo'lib turaveradi. Kojunli variantda, plus oldi qismi birinchi knopkali, ikkinchi yana zamokli variantda ishlangan bo'ladi. Ishlar ham mana yengilgina giyasda yarashib turaveradi. Ko'jalarni qaranglar endi buni. O'zim shuni temno-korичневый rasvetkasi hamisha trendda-ku bu narsani. Bunda klaplı kisasi bor, plus yanında kasoy karmashkasi ham bor. Teylarni qaranglar, bellari manjet etib, mo'shnati taxlangan bo'ladi. Xullas, puluna loyiq narsani. Orqalari ham pulning kojuni etib ishlangan. Giysangizda komfortni sezib turaverasiz. Bu birinchisi temno-korичневый bo'ladi. Xohlasangiz bu yerda yana qora rasvetkasi bor. Yana bir zo'r tarafi, qo'lni ko'ringlar, bellarni ko'rsatib ko'taran, ya'ni bulashib, ejashi qolmasligi uchun bellar ham knopkada taxlangan. Boshlang'ich bahasi 4.200.000 so'm, ustida kelishib beramiz.